Kunlardan birida Qur'on yodlash bilan tanilgan bir oilaga tashrif buyurdim. Misr Arab Respublikasida edi. U uyda 3 qiz, ota va ona yashardi. Otasidan so'radim: "Uchala qizingiz ham Qur'on yodlaganmi?" "Ha" dedi. Qizlarining yoshi 6 yosh, 9 yosh va 11 yosh ekan. Ajablandim. 6 yoshli qiz Qur'onni mukammal yod olgan. 9 yoshli qiz ham Qur'onni mukammal yod olgan. 11 yoshlisi ham xuddi shunday. Undan so'radim: "Qanday yo'l tutdingiz? Nima ish qildingizki qizlaringiz bu yoshda Qur'onni yod olishibdi?" U barcha qizlarim 6 yoshda Qur'onni to'liq yod olishgan deb javob berdi. Qanday qilib? U menga Shayx Faxt, onasi ularga homiladorlik paytida, ya'ni qornidalik chog'ida Qur'on tinglashni va qiroat qilishni umuman tark qilmagan dedi. Har kuni bo'sh vaqtida Qur'onni ovoz chiqarib qiroat qilar edi va go'yoki qornidagi farzandiga eshittirardi. Yana aytadi: "Qiroatni tugatgach uyqu oldidan Qur'onni kasetada qo'yib eshitar edi. Bunda ham go'yo farzandlariga eshittirar edi. Toki qizlarimni tuqqunga qadar shunday qilgan. Uchala qiziga ham shunday qilgan. Bu ularga juda ham muhim qadam bo'lgan." Qizlariga Qur'on yodlatgan shayx aytadi: "Men doim qizlarimga Qur'on eshittirar edim. Beshikdan boshlab katta bo'lguncha Qur'onni hech tark qilmas edim. Mashinada, uyda, uydan chiqayotganlarida ota-onadan doim Qur'on eshitishgan. Ilm fan ham isbotladiki, Qur'on tinglash ona qornidagi farzandga yodlash uchun ijobiy ta'sir qilar ekan." Bu biz suhbatlashayotgan farzandlarga Qur'on yodlatish mavzusidagi eng muhim nuqtadir. Ularga har yerda Qur'on eshittiring. Bu mendan sizga maslahat. Mashinada, uyqu oldidan, maktabga ketayotganda, bugun ularning qo'llarida zamonaviy qurilmalar ko'p, iPad, iPhone va boshqa qurilmalar. Ularga Qur'onni to'liq va takror tinglating. Hech bo'lmaganda amma porasini, agar ular 2, 3, 5 yosh atrofida bo'lishsa, shunda ular yoshi sal ulg'ayganda Qur'onni qanchalik oson yod olishlariga guvoh bo'lasiz. Ularga Alloh subhanahu va taoloning kitobini eshittirishga haris bo'ling. Allohning izni ila bolalaringiz Qur'onni yodlashga odatlanishadi.